Xayrli tun aziz o'rtoqlar, omonmisizlar, tuzukmisizlar. Menga e'tiroz bildirib yozayotganlarga murojaat. Ayniqsa ancha vaqtlardan beri men bilan Facebook orqali druzya bo'lib, anchadan beri hayotda ham ko'rishgan bo'lgan joylarimiz bor. Mana shunaqa insonlar yozyapti. Lichkada ham yozishyapti, postlarimni izohida ham yozishyapti. Endi begona haligi troll, fake akkauntlar endi ular tabiiy endi har baloni yozaveradi endi. Ularga e'tibor qilmaymiz. Lekin mana shu o'zimizning druzyalarimizni orasida e'tiroz bilan chiqib haqorat qilayotganlar ham bor va undan tashqari sizni oldin hurmat qilardim. Hurmatingiz tushib ketdi. Bloklab yuboraman yoki u yoki bu qilib har xil gaplarni yozayotganlarga murojaat. Bemalol tuyog'ingizni shiqillatishingiz mumkin. Birortang chaqirib kelgan emasman. Menga druzya bo'lgin, kelib meni kuzatgin, meni fikrlarimni qo'llab-quvvatlagin, meni o'zimni qo'llab-quvvatlab turlaring, keyin yonimda turlaring deb birortanga aytgan emasman. Tuyog'ingni shiqillat, sur. Bu nima uchun? Keskin va qattiq. Chunki qandaydir g'oyaviy, mafkuraviy o'ziga yarasha ziddiyatlar ketyapti hozir jamiyatda va o'zim tomonimdan munosabatlar bildirib boryapman ma'lum bir joylariga va bu fikrlarimni kimnidir oldida tili qisiq joyim yo'q, yo отчетini qilib o'tirishga majbur emasman. Borini shundoq e'lon qilyapman bo'ldi. Va oqibatini tomosha qilamiz hali. Buning oqibati hali tugagan yo'q. Hali beri tugamaydi. Uni примерно приблизительно vaqti qancha davom etishigacha bilaman. Va ba'zi bir ma'lumotlar bor. Sekin bir shama qilib qo'yapman u. Lekin kimgadir uni ko'rsatishga va kimnidir oldida unga отчетini berishga majbur emasman. Pashol bo'lib ket. Shunaqa ismlar o'tgan, kazo shunaqa bir katta rangdagi odamlarning ismlari. Men yugaruy bo'lib ketadi agar uni e'lon qilib yuboradigan bo'lsam. O'zimni oyog'imdan osib tashashadi. Talboyapmanmi men sanlarga o'xshagan. Ha desa yugurib chiqib ma deb topshiradigan joyga topshiraman. Va kulib mana shunaqa hazil aralashtirib, keyin postlar qo'yib o'tiraveraman, farqi yo'q. Kimgadir yoqmayotgan bo'lsa, ana katta ko'cha, 4 tomoning qibla. Sur. Men birortangni yalinib yolvorib olib kelgan joyim yo'q. Men boshdan o'zim yolg'iz bitta o'zim bo'lganman. Oxirida bitta o'zim qolsam ham ko'nglim o'sha meniki. Lekin shunga qaramasdan, nima deydi? Samimiy bo'lgan odamlar bor, hurmat qiladigan odamlar bor, do'st bo'lgan odamlar bor. Ana shular uchun ba'zi ma'lumotlarni yo ochiq yoki ochiqroq yoki yopiqroq shaklda berib boraveramiz. Ana shunaqa samimiy insonlarga hurmatimizni bajo keltiramiz. Men o'zim shaxsan hurmatimni bajo keltiraman. Menga qanaqa munosabat qilayotgan bo'lsa, xuddi shuni barobarida javob beraman. Haqorat qilyaptimi? Men u odamni bundan buyog'iga hurmat qilishga menda ham bir majburiyat qolmaydi. Men ham shu o'zini aytayotgan, sani onangmi Gulirano? Yo sani singlingmi? Yo sani xotiningmidi? Sen agar o'zingni xotiningni birovni tegiga yotsa, o'sha narsani ha, bu to'g'ri narsa, yotaversin, uning shaxsiy daxlsizligi deydigan bo'lsang, o'sha menga e'tiroz bildirayotgan Lyuboying agar xotining mana shunaqa hammaga siktirib yursadi, sen shuni tasavvur qilib ko'r. O'sha Guliranoni tasavvur qilib ko'r o'zingni xotining deb. Sen shuni uni shaxsiy daxlsizligi, uni huquqi. Unga men hech narsa demagan bo'lardim. Sikishaversin bemalol. Bemalol Lyuboy istaganiga bersin. Har kimning qiziqish va hobbisi bor. Bu mening xotinimning ham yoki qizimning ham yoki singlimning ham o'shanaqa hobbisi bor. Uni haq-huquqi qonunlarda bunga hech qanaqa
anaqa yozilmagan-ku axir deb o'tiradigan bo'lsang, agar sen shunga rozi bo'ladigan bo'lsang, ininikiga kirib ket unda. Odam podam emassan unaqada. Misol uchun va o'shani jamiyatda ommaviy agar tarqalaversin shu narsalar, bunga qonun hech qanaqa chora ko'rishni nima deydi, qonunlarda belgilanmagan u narsa deydigan bo'lsang, sen odam podam emassan. Sen bilmayman qaysi hayvonga tenglashtirishni sen vobshe gapirma. O'shunaqa gapirayotganlarga aytayapman. Sen rozimisan? Bo'ldi, rozi bo'lganda, bo'lmasam o'sha senga tegishli bo'lganlarni ham har kimning tagiga tashab yurur bo'lmasam. Axloqiy masalada mana shunaqa mantiq bilan yondashilinadi. Sen demak o'zingga solib ko'rgansan va sen uchun bu normalni. Axloqiy masalada. Hozir men u tuhmat masalasi boshqa, u alohida. U tuhmat qilib, shantaj qilib, atay mana shunaqa narsalarni qo'zdirayotganlari va buni orqasida mana qancha pullar, qancha nimalar aylanayotgani, qancha bu ssenariyning orqasida kazolar aylanayotgani, tashqari, ichkari hammasi bilan svязlar, aloqalar, nimalar, kimlar bilan gaplashyapti, hammasi o'sha sekin bitta ochilib boryapti. Tomosha qilasan, shoshma birortang ham. Yo, sen shu o'sha narsalarga rozi bo'lib, ana shu o'zbek millatini orasida shu narsa, mana bundan keyin masalan, luboy odam chiqadi, istalgan o'sha axloqsizligini qiladi-da, masalan, mabodo shu keyin shu narsani mana qonun bunga taqiq qo'ymagan deb turib, istalgan odamiga tuhmatni va shantajni bo'yniga ilib qo'yib, istalgan odamini qamatib borib mana shunaqa qilaveradi. Misol uchun bitta misol aytaman. Mana bitta domda turasiz. Bunaqa holatlar hayotda bo'lgan. Domda turasiz yoki bitta mahallada turasiz. Endi ko'pchilik mana domchilik sharoitida yashaydiganlar. O'sha domingizda mana yashayapsiz, bola chaqangiz bilan-da, mana misol uchun. Va sizni past tomondagi yoki yuqori tomonda yoki ro'parangizdagi qo'shningiz o'sha uyni islohotxonaga aylantirgan. Va har xil erkak ayollar kelib o'sha yerda shpili-vili qilib ketadi. Va uni siz ko'rasiz, eshitasiz o'sha narsani. Har kuni shu bilan yashaysiz-da, siz bor, siz bola chaqangiz ham. Siz militsiyaga murojaat qildingiz. Mana bu uyda, mana bu qilyapti, mana bu uyni egasi, mana shunaqa qilib tashlayapti. Men bola chaqam bilan bosh ko'tarib yura olmayapman bu yerda. Bola chaqam oldida uyalib ketyapman. Bu bo'lmaydi. Bu narsani hal qilib beringlar, deyapsiz-da. Militsiya sizga aytayapti deb pashol deyapti. Bilganlaringni qil deyapti o'zi boru. U shaxsiy daxlsizlik, uni xonasini ichiga kirish, uyini ichiga kira olmaymiz biz. Shaxsiy daxlsizlik deyapti. Ana shunda nima bo'lyapti? Yaqinda mana shu ijtimoiy tarmoqlarda tarqagani bo'yicha militsiya hech narsa qila olmayapti-da. Chunki bir narsa qiladigan bo'lsa, o'sha yerda kelib. Xuddi mana shunaqa mana bu qirchang'ilar singari mana shu shov-shuv ko'tariladi-da, hamma mana bu himoyachi muhofazakorlar chiqib olib, "Voy, uni shaxsiy daxlsizligi, uni o'zini hobbisi, nima qilibdi?" Yevropada yo'q narsalarni qilyapsizlar. O'zbek jamiyati, o'zbek millati bu shunchalik jirkanch darajaga tushib ketyaptiki, Yevropada yo'q narsalar bo'lyapti bizda. Mana shu Yevropada yo'q shu narsalar. Ko'zimiz jalablar hamma joyda bor. Uni aytayotganim yo'q. Normal odamlar, turmushi bor odamlar, turmushni qo'ying. Boyfriend bo'lsa ham, girlfriend, boyfriend bo'lsa ham bir-biridan ajralib ketmaguncha boshqani tagiga yotmaydi. Hayotda u birovni boyfriendi va girlfriendi boshqa bo'ladigan bo'lsa, uni yo'ldan ura olmaysan hayotda. Yotmaydi. U o'zini mashinim bor, meniki deydi, bo'ldi deydi. Mashin bilan yuradi. Paka o'shandan ajralib ketmagunicha. Bu yerda hozir ajralib ketgan, boshi bo'sh bo'lib qolgan, kim nimalar to'g'risida gap ketayotgani yo'q. Har kimda har xil situatsiya. Uni muhokama qilinmaydi u. Har kimning shaxsiy hayoti bor. Uni ham muhokama qilinmaydi. Bu yerda mansabdor shaxs, davlat xizmatchilari haqida gap ketyapti. Davlat ikkalasi ham davlat xizmatchisi. Qonunda ham yozib qo'yibdi. Qarorda ham yozib qo'yibdi. O'qib chiqdim, hammasini o'rganib chiqdim. Davlat xizmatchisi o'sha fuqarolarga xizmat ko'rsatadigan, ayniqsa davlat xizmatchilari hammasi fuqarolarga xizmat ko'rsatadi. Ishdan tashqari vaqtlarda ham axloq odob o'sha qoidalarga rioya qilib yurish kerak.
deb yozib qo'yibdi. Agar o'shanga rioya qilmaydigan bo'lsa, o'sha axloq odoblarni keltirib ham bergan. Hammasini ro'yxatini keltirib bergan. Qaysilar kiradi uning ichiga. Nimalar qilish mumkin emas va javobgarlikka tortilishi mumkin. Intizomiy choralar ko'rish va boshqa javobgarlikka tortilishi mumkin deb yozib, aniq qilib yozib qo'ygan. Endi bu qonun qarorlar amalga ya'ni ijro qilmasdan bunaqa odamiga qarab ishlaydigan bo'lsa, Vazirlar Mahkamasining qarori xuddi shu. Mana bu soqol nima deydi, niqob to'g'risida chiqdi-yu. Soqol emas, niqob to'g'risida chiqdi. Haligi yuzni bekish mumkin emas, identifikatsiya qilib bo'lmaydi degan narsa Vazirlar Mahkamasi qarori u. O'shada menga e'tiroz bildirayotgan, ayniqsa bu ateist toifa hozir menga bu liberal, dunyoviylik deb meni miyamni haligi achitayotganda, dunyoviylik degani xuddiki bu dunyoviy sekulyarlik degani bu istalgan jalabni qahramonga aylantirib, ana shu narsani jamiyatni normaga aylantirib, mana shu narsa bo'laverish kerak. Erli xotinlar bemalol boshqaning tagida yotaverish kerak va bu narsaga hech kim hech narsa demaslik kerak degan narsa deydi. Xuddi shunaqa taqdim qilyapti-da. Mana dunyoviy davlat mana shunaqa bo'lish kerak demoqchi-da bular. Mana shu narsa menga e'tiroz bildirayotganlar xuddi o'sha qaror bo'yicha, masalan, o'sha niqoblar, haligi niqoblanib, nima deydi, hijobni, niqobni o'sha arabcha ko'rinishdagi narsaga voydat mana ularga jazo berish kerak deb baqirib chiqqan edi. Va o'sha ishlasin, o'sha qarorlar boshqa qilsin deb talab qilib chiqqan edi o'shalar. Xuddi shu qarorga o'xshagan yana bitta qaror bor. Mana bu yerda 595-son. O'sha davlat xizmatchilarining odob axloqi hammasi boshdan oxirigacha yozib qo'yilgan. Ana shu ishlasin, ijro bo'lsin mana shu narsa. Bu yerda davlat xizmatchilari haqida gap ketyapti va davlat xizmatchilari bo'lib hamki tuhmat va shantajdan foydalanib o'sha mana shu narsani mashrulashtirmoqchi. Bu bir mana shu mafkuraviy xuruj, ma'naviy tajovuz bo'lgan. Ma'naviy tajovuz bo'lyapti. Jamiyatga bir ma'naviy terror uyushtirilyapti. Mana shu narsani normal holatga keltirishmoqchi. Bu bir. Ikkinchidan, buni orqasida pullar aylanyapti. Blogerlarning hammasiga pul to'langan. Qayerdan olib to'langan, nima to'langan, ish qilib to'langan. 20 million summa, aniq sifralar haqida gap ketyapti. Bittasi 20 million, bittasi yana boshqacha, yana boshqa. Tashqaridan kuchlar aralashyapti. Mana ochiq, oydin o'zaro suhbatlarni men eshitdim. Tashqaridan kuchlar aralashyapti. Kim nechta odami borigacha, nechta odamni mana shu masalaga qo'yib qo'yganigacha gaplashishyapti. Bizdagi ba'zi haligi lavozim egalari, mulozimlar bilan o'zaro gaplashishyapti. Mana shunaqa gaplar bo'lyapti va kimlarni qanaqa qilib qopqonga tushirib, kimlarning ustidan qanaqa diktovat qilishigacha bilib o'tiribmiz. Qaysi rahbarni qanaqa qopqonga tushirib va u haqida mana shunaqa bir kiberbullyingni boshlashib, undan keyin undan yo moddiy manfaat olish yoki bo'lmasam ularni o'ziga bo'ysundirish va o'ziga informatsiya yetkazdirib beradigan shaklda o'zlariga haligi qo'liga o'rgatib oladigan mana shunaqa qilib olyapti bir kuchukka aylantirib olyapti. Mana men degan rahbarlarni qanaqa ketadi bilasizmi ish? Mana masalan post yozadi, xorijda post yozadi. U auditoriya keng, voydod bedod bo'lib ketadi. Ana undan keyin borib betdan chiqishadi. Voydod, palonchi, bratan, noto'g'ri yozdingiz-ku, biz unaqa emasmiz-ku, nimaga bizning nomimizni qora qilyapsiz deydi. Bitta tashkilot chiqib. Keyin u yetadi u yoqdan. Xo'p deydi, men bir tomonni yoritdim deydi. Sanda bormi yana material deydi. Ya'ni bu tashkilotni endi ana tashkilotga qarshi qo'yapti. Sen menga olib ber o'shadan, topib ber endi deydi. O'sha materiallarni deydi menga. Buni ham xolis bo'lib yorib turamiz deydi. Keyin u tashkilot bunga beradi. Ya'ni materialni yig'ib, kompromat yig'adi-da, haligi o'zining dushmaniga qarshi. Keyin bunga beradi u. Keyin bu ham yoritadi. Buni ham yoritib yuboradi. Ikkita tashkilot o'rtasida qip-qizil janjal, to'polon. Uni ishdan olgan, kim kuchi yetsa shu buni bostirgan, u bunga bostirgan, kimdir nimadir qilgan, mana shunaqa ish. Oxirida biz xolismiz, biz bunaqamiz deb diktovat qilib, manipulyatsiya qilib o'tiribdi. Polnistyu. Dabdalasi chiqib ketgan tashkilot idoralarniki. Dabdalasi chiqib ketgan.
Hamma sizdirib yotibdi. Ichidagini ham hamma gapni sizdirib yotibdi. Kimni ustiga dushman bo'lsa, sizdirib yotibdi kompromat yig'ib. Hammani sotib yotibdi. Mana shunaqa narsalar bor. Bu yerda bir qandaydir bir sahna ko'rinishini ko'rdik biz. Lekin buni orqasidagi narsalar bor. Bu hech qanaqa konspirologiya emas bu. Bu fakt bu. Ana shuning uchun buni aytyapmiz, deyapmiz, imkon qadar ochiqlash, gapirish mumkin bo'lgan qadar. Shunaqa bir qoidalar bor. Yozilmagan qonunlar bor. Buzsangiz shunda tikkalay yovib ketasiz. Agar o'sha o'yin qoidalarini buzadigan bo'lsangiz. Ana shu yozilmagan qoidalarni ichida buzmasdan o'ynash kerak. Ana shunda omon qolasiz. Bu qoidalarni buzadigan ahmoq yo'q. Lekin mana ko'ryapmiz, bu qoidalarni mensinmasdan buzib o'ynayotganlarni ko'ryapmiz. Mana shu yozilmagan qonunlar matritsa shaklda ishlab turadi-da u. Mumkin emas. Mana shu ma'naviy tajovuz, ma'naviy xurujlar, ma'naviy terror mumkin emas. U qonunlarda yozilmagan. Qonunda yo'q deb pesh qilyapsan-ku. Odob, axloq, o'zbekchilik, mentalitetni kim atmen qildi shu paytgacha? Hech kim atmen qila olgani yo'q. O asrlar davomida kelayotgan. O'sha uyda islohotxona qilgan, hali yuqorida aytganim, militsiyalar kelib hech narsa qila olmaydi. Chunki bunaqa qilsa ham shov-shuv, bunaqa qilsa ham shov-shuv, militsiyani o'zini krayni qilib, любом случае chiqarasan. Dod faryod qilib chaqirasan, ish ko'rmadi deb jalba qilib yozasan ustidan. Undan keyin agar biror kirib ish qiladigan bo'lsa, yana dod faryod ko'tarasan. Boshqa bir blogerlar keladi, mana shaxsiy daxlsizligini buzib. Nima qiladi keyin? Xalq keyin oyoqqa turib, aruni mahalladan yo'qotish harakatiga tushadi. Nimaga aylanadi bu? Bu samasudga aylanadi. Qani endi bu yerda bir yechim? Qani yechim? Sen bera olasanmi yechimni? Qonuniy kirib daxl qila olmasa, qonunda yo'q, istaganga beraverish mumkin, istagan bilan yotaverish mumkin deb turibsan. Xalqi biladigan bo'lsa, ana yerda yashayotgan odamlarga ta'sir qilyapti bu. Bolalariga ta'sir qilyapti. Ta'sir qilyaptimi? Qilyapti. Qonunda yo'q bu narsalar. Bo'laveradi bu. Yashayversin bular demayapti-ku o'sha odamlar. Voydod bedod qilib uni sal qolsa haqiqatda toshbo'ron qilib yuborgisi kelyapti. Haqiqatda bu xalqni endi jamiyatni o'sha mentaliteti shunaqa. Nima qilmoqchisan uni? Haydab, urib, dabdalasini chiqarib, ana o'sha qonunga zid bo'ladi. Uni urib bir narsa qilib samosud qiladigan bo'lsa. Lekin shuni qilyapti o'zi. Chunki chora yo'q. Mana shu narsani mashrulashtirib bermoqchimisanlar? Mana shu narsani legallashtirib bermoqchimisanlar? Nima qiladi ekan odamlar o'zi bo'lsa ham ichki ishlar ish qilmas ekan, bu militsiyalar bizga yordam bermas ekan, bo'lmasam o'zimiz yo'qotamiz deb samosud qiladimi shunaqa joylarni? Bu yerda ham shunga o'xshagan bir holat deb u bu qizni yetaklab kelavergandan keyin bor deb ana yerda bola chaqasi yashayotgan bitta amaldor, bu yoqda bola chaqasi bilan yashayotgan boshqa amaldor, keyin mulozim bir nima qilyapti? Yoqmayaptimi shu narsa? Yoqmagandan keyin bor u o'zini qo'lidan o'zi kelgancha, miyasi aqli yetgancha shunga bir tadbir uyushtiryaptimi? Uyushtiryapti. Sani uyingni oldida shu bo'lsa nima qilasan? Sani shunday etajingda, ro'parangdagi jalablarni olib kelib har kun shaqillatadigan bo'lsa, sen nima qilasan? Yo, endi uni shaxsiy daxlsizligi-ku deb o'tiraverasanmi? Bola chaqang inqillab, shiqillatib, shaqillatib, bu ohvohlarni eshitib, maza qilib, kayf qilib o'tirasanmi? Drachit qilib o'tirasanmi undan keyin? Qanaqa pandava qilsanlar? Mayli, o'shandan tashqari yana chiqib yo'q, hech qanaqa ovozi yo'q bo'lib turgan joyda hech kim 6 oy oldin o'tib ketgan istoriya ekan, hech kim hech narsani bilmayapti-da. Yo'q bu narsalar. Chiqyapti-da, yana tuhmat ustiga tuhmat, atay birdaniga lop etib yollangan blogerlar va haligi turli pul, manfaat, boshqa narsalarga. Ana shu narsani jamiyatdan normallashtirib, mashru qilib bermoqchi. Endi buni tarafdorlari esa nima deyapti? Sen qo'yaver deyapti. Sen nima ishing bor u bilan deyapti. U deyapti, uni hobbisi deyapti. U xohlasa u normalniy deyapti u. Ko'ryapsizmi? Xo'jayin bor, tim bo'li o'sha paytda og'ir ahvolga tushib qolgan yotgan va bu narsa normalniy deyapti. U istaganiga berish mumkin deyapti. Bu normalniy qabul qilinishi kerak deyapti. Men normalniy qabul qilmayman. Sen istasang xotiningni 50 mingtasini tagiga qo'yib ber. Istasang.
Va bu normalniy, uni shaxsiy daxlsizligi deb o'tiraver, gap yo'q. Lekin men jamiyatimizda mana shunaqa birorta turmushi bor odam shu ishni qiladigan bo'lsa, men buni qoralab chiqaman. Bu bir. Qoralab chiqaman. Chunki bu biz xohlamasak ham bizga ko'rsatildi bu narsa. Bu videolar ko'rsatildi bizga. Bu videolar tasdiqini topib bo'ldi. Fakti bilan chiqib bo'ldi. Biz xohlaganimiz yo'q edi uni ko'ramiz deb. Ko'rsatildi bu. Demak, munosabat bildiriladi. Sen bildirasan u normalniy deb, men nenormalniy deb bildira olmayman. Siqirt. Shartda qisib, o'zing yo'lingda ketaver. Istalgancha o'sha mana shunaqa ishlarni, mana bu qanaqa ish desak bo'ladi? Mana jirkanch ishlarni istalganingcha ruxsat beraver, ana oilangga ruxsat beraver. Senga hech kim qarshi bo'layotgani yo'q bu narsaga. Videolaring chiqib ketmasin, baraka topkur. Chiqib ketmasin videolaring. O'sha oilangdagi kimdir yaqin, o'sha senga yaqin ayollaring birovning tagida yotganini videosi chiqib ketmasin, biz ko'rmaylik shu narsani. Iltimos. Maylimi? Mayli, o'zing shaxsiy daxlsizligi sikishib yotaversin. Agar sen uchun normalniy bo'ladigan bo'lsa bu narsa, qattiq tegyaptimi senga? Yo'q. Munosabat bildiryapmiz. Qoralayapmiz. Eng asosiysi bu narsalardan keyin ham o'sha narsa ichida qolsa qolib o'lvarsin bu narsa deb aralashmay o'tirgan joyimizda, poxiy nima birovni pastel temasi deb u narsaga aralashmay o'tirgan joyimizda tuhmat ustiga tuhmat yog'dirib, tuhmat ustiga tuhmat, shantaj ustiga shantaj yog'dirib, mana bunaqa ma'naviy, mafkuraviy hujumlar uyushtiryapti. Yo'q, mana bu yerda jim turmaymiz. Men shaxsan jim tura olmadim bu narsaga va aytyapman, deyapman va bu narsa hali beri davom etaveradi. Chunki bu yerda zanjir bo'lib orqasidan ulanyapti. Kim qachon qanaqa yonadi bu narsani men bashorat qila olmayman, lekin yonishi aniq. Tamom. Yonadi buni ketida. Chunki o'sha yozilmagan qonun qoidalar bor. Bir odam uchun umum e'tirof etilgan axloq qoidalari bor. Joyidan qat'iy nazar, millatidan qat'iy nazar umum e'tirof etilgan qonun qoidalar bor. Yozilmagan. Har bir millatda bor. Sen Yevropadagi yo'q narsalarni qilyapsan. Yevropadagi yo'q narsalarni olib kirmoqchisan. Yevropada ham yo'q bu narsalar. Buzuqlar hamma joyda bor, lekin o'sha buzuqlar buzuqligini tan olish kerak-da unda. Buzuqlar buzuqman desa bo'ldi, tamom, gap so'z tamom. Mana mard bo'lib tan oldi-ku deymiz. Qatortoldagi jalab, men jalabman desa bo'ldi, tamom. Gap so'z yo'q. Nima ishing bor men bilan? Men ashinaqaman. Men mashin bilan pul topaman. Men shun bilan kunimni ko'raman. Pasholvon. Men o'zimga o'zim xo'jayinman. Sen menga xo'jayin emassan desa tamom, gap so'z yo'q. Bo'ldi. Mard bo'lib tan oladi. O'sha mardroq o'sha. Men chiqib farishta yasab olib o'zidan hamma qarshi fikr bildirib qoralaganini o'zini qora loyga chaplab o'zidan farishta yasab olib bir millat qahramoni qilib yorib, kechirib qo'yibsiz, unaqa bo'lmaydi. Shuning uchun menga qarshi bildirayotganlar pashol von, yo'q bo'lib ket. Sensiz ham kunim o'tgan, bundan keyin ham o'turadi. Sen shuni tushunmayapsan. Bir xuddiki minnat menga. Men Gruziyadan o'chib ketaman, men unaqa qilib bor, yo'qolib ket. Men qaysi biriga men yalinib olib kirdim, Gruziyamga kel, iltimos meni qo'llab-quvvatla deb. Hech kim eshitmasin meni. Hech kim eshitmasin, hech kim qo'shilmasin fikrimga. Men qachon kimga meni fikrimni qo'llab-quvvatlaylar, meni men bunaqa qilib chiqqanman, qachon kimga? Men o'zimni borimni gapiraman. Bo'ldi, tamom, kimdir qo'shiladi, kimdir qo'shilmaydi. Gap so'z yo'q. Shuning uchun bunaqa minnat qilavermanglar menga. Men Gruziyadan o'chsang o'chib ket indamasdan bo'ldi, yo'q bo'lib ket. Boring nima edi-yu, yo'g'ing nima? To'g'risi-da. Bu yerda yana aytaman, farqi yo'q. Hujumlar har tomondan bo'lyapti. Dinchisi-yu, ateist hamma tomondan. Men bu tushunib bo'lmaydi. O'sha senga shu yoqadigan bo'lsa, bemalol o'sha o'zi atrofingda shu narsani bemalol qabul qilib yuravergin. Senga shu yoqadigan bo'lsa. Sen shu jimi qilib yuraver, farqi yo'q. U seni hayoting, to'g'ri, seni hayoting. Balkim shunaqadirsan ham balkim. Lekin buni qabul qila olmaydigan qatlam bor. O'zbeklar bor shu paytgacha. U militsiya kelmasa joyini ko'rsatib qo'ygan millat bor bu yerda. Karimov davri. Masalan, aytadi-da, Karimov davri
O'shunaqa narsalarga, fahsh ishlarga juda qattiq turlar. Bo'lmagan gap. Karim Zavri fahsh ishlarga qattiq turlar dedi. Yolg'on gap. O'sha butun o'sha hamma yog'iga tanilib ketgan hududlar hammasi militsiya bilan ishlar. O'sha paytda ishlagan. Ishlardi. Militsiyalarni o'zi olib borardi, ushardi, o'sha nazoratsiz yurganlarni ushardi, boshqa qilardi, do'la olardi, oxiriga qo'yib yuborishardi. Yana ular do'la berib, yana ishini davom etdi. Bu industriyani hech kim yo'q qila olmagan. Bu ming yillar davomida kelyapti. Karimov davri ham u lof u, bo'lmagan gap. Unaqa narsa bo'lgan emas. Hech qaysi rejim bu narsani to'xtatib yo'q qila olgan emas. Bu narsani hamma ham tushunadi. O'sha joylarda to'polon janjal odamlar bormasdi. O'sha Shuhrat chorrag'asidan uy olmagan odamlar Toshkentda. Yo, u nas bosgan joy deb. Bu yerda din ham emas, boshqa ham prosta bir odamlarning bizning bir milliy tushunchalarimiz bor o'zimizniki. Nas bosgan deb u bormagan, o'sha yerga uy olmagan. Endi bugun hamma joy mamlaqa bo'lib ketib, odamlar har qayoqlardan kelyapti, odamlar uy olyapti, boshqa qilyapti-da, o'sha yerda o'sha holat borligini bilib qolyapti. Oldin bilmagan bo'lsa yoki o'sha narsani guvohi bo'lib qolyapti-da, keyin to'polon janjal o'shalar bilan qirq pichoq, ularning tillari qarich, chunki qandaydir manfaatlar bor, boshqalar bor. Janjal to'polon odamlar hech narsa qila olmay yuribdi. Keyin bunaqa holatdan keyin kimdir murojaat qiladigan bo'lsa o'sha militsiyaga kelmaydi. Uyingda o'ldirib ketmaydimi? Shaxsiy daxlsizlik, tamom, nimadan eshikdan ichkari kira olmaymiz, uzr, kira olmaymiz. Bo'ldi, tili qisiq bo'ldi. Mana shu narsani xohlayapsanmi? Reydlar bo'lib turardi oldin. To'g'ri, reydlar bo'lib, bostirib kirilardi. Syomkalar qilinardi kerak bo'lsa. Albatta, u syomkalar chiqarib yuborilmasdi, chiqarilsa ham bijir-bijir qilib chiqarilardi. Mana shunaqa reyd o'tkazildi deb. Qanaqadir jazolar berilardi, yengil jarima bir nimalar qilinardi. O'shani ham olib tashlamoqchimisan? Yo'q qilmoqchimisan shuni ham? Nimaga erishmoqchisan shun bilan? Mana shu narsalarni aytyapmiz, deyapmiz shu narsalarni. Bor yo'g'i shu. Sen nimaga xuddi o'zingni haligi bir xotiningni ko'tini himoya qilganday qilyapsan? Senga po'xuy emasmi? Kim nima fikr bildiradi? Hamma har xil fikr bildirib yotibdi. O'zing seni yaqiningga tegib ketganday jig'ibironing chiqib yotibdi. Nima dunyoviylik degani? Nima bo'pti? Men nima Yevropada yashasam nima qilishim kerak endi? O'zbeklikdan vobshe voz kechish kerakmi? Nima bo'pti Yevropada yashasam? Yevropada yashaganingizga sizni bir zamonaviy, dunyoviy deb o'ylovdim. Nima Yevropada yashasa nima bo'pti? Nima o'zbek bo'lmaslikdan qolish kerakmi? Yevropadagi yo'q narsani qilyapsanlar. Ana shu narsani joriy qilmoqchisan. Yevropadan o'tib qaqqa bormoqchisan. Nima qilmoqchisan o'zi bu jamiyatni isqirtini chiqarib? Mana shunaqa qonunlarda yo'qmi? Ma'naviy tomonlama bosim o'tkazdirib bo'lsa ham odamlarni mana shu, ya'ni odamlar o'zi baho berib mana shunaqa bir ma'naviy hukmlar chiqarib bosim qilish kerak. Qilish kerak, qilsin. Ana shundan hech bo'lmasa ana shundan tiyilib turadi. O'z doim oldin mana bunaqa narsalar bo'lmagan paytda ham telefon bir narsalar bo'lib, bunaqa yashin tezligida informatsiya aylanmagan paytda ham u paytlarda odamlarga bitta og'iz so'zni o'zi yetardi. Bir og'iz so'z yetardi. Mahallada kimdir kimgadir quda bo'lib kelmoqchi bo'lsa yoki kimdir kimgadir sovchi bo'lib kelmoqchi bo'lsa, bir og'iz so'z yetgan. Yo. Oshna og'ayni yoki falonchi, kenayi, onajon, onaxon, xolajon, yo yaqin yo'lamang, hey nomi chiqib ketgan uniki desa tamomiydi, bo'ldi. Bo'ldi, u xonadonga hech kim kelmasdi. Mana shu ularning o'zini jazosi bo'lib qolgan. Mana shu jazosi bo'lib qolgan. Ana shu odamlarni munosabatini o'zi, mahalla ko'y boshqani o'zi jazo bo'lib ketgan. Unga qonun ham aralashish kerak bo'lmay qolgan o'zi. Nomi chiqib ketsa bo'ldi, tamomiydi u. U mahalladan ko'chib ketishga to'g'ri kelardi u. O'sha buzuqlarni. Hozir buzuqlar ham g'ar-g'arligini qilib, ham peshligini qilyapti hozir. Yana ular namuna bo'lib bermoqchi millatga. Mana. Tamom. Shun bilan. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.